Yes, I have. Bugun do'stlar shelf o'rnatamiz. O'zbekcha qilib aytganda tokcha. Hello. Hi. I'm Oscar. Handling. Come here, Toinette. You come in. Come on, Peanut. Move. Follow dog. Peanut. What are you doing? Oh my god, what's happening? Xullas, shu tokcha tushib ketgan ekan. Shuni to'g'rilab berishim kerak. Dabdalab ketgan, tushib ketgan, og'ir narsa qo'ygan, tushib ketgan xullas. Ishni mana bo'shatib olishdan boshlaymiz. Ustunlarni o'rnatib oldim. Tayanchlarini endi shelfni, tokchani o'zini o'rnatsam bo'ldi. Ustunlarga qo'yib chiqdim, endi tepasini qotirib chiqaman. Xullas do'stlar, ish tugadi. Endi faqat avvalgi joydan qolgan teshiklarni yamab bersam bo'ldi. Bismillah. Ishni tugatdim. Like bosinglar, kommentariy yozinglar. Sahifamga obuna bo'ling, shunaqa qiziqarli videolar qo'yib boraman. Excuse me, our work is done.